Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan men Sanjarbek. Bugun xudo xolasa sizlarga Farg'ona viloyati 5 bola it bozoridan yana bitta qisqacha obzor qilamiz. Bu yerda itlarning narx-navolari bilan to'lig'icha ko'rsatamiz. Akalar, Rozani kunida iltimos qilib qolardik, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yasizlar. Asadbek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bugun xudo xolasa videomizni sifatli qilib, bomba qilamiz. Chiroyli itlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Narx-navolari bilan. O'zimiz savdolashib, dehqonlar o'z nomerlari bilan qo'yib o'tamiz. Albatta, Asadbek akamiz uchun bitta obuna bo'lib, like bosib qo'yaverasizlar. Xo'p, Doberman juda ham ko'rinadi bozorlarda. Kinolarda Jekichanni quvlagan itdan. Ha, xudo xolasa zotdor it hisoblanadi. Ha, zoti yaxshi. Aha. Jinsi urg'ochi ekan. Jinsi urg'ochi. Yoshi 1,5-2 oylikka yaqin. Hali tug'magan-a bu? Yo'q, bitta techkasi o'tib ketgan, hali tug'magan. Ikkinchisi yaqin ekan. Ikkinchisi yaqin, odamga indamaydi. Yo'q, odamga tegmaydi, qo'rqmaganga tegmaydi, qo'rqqanni baribir tishlaydi, biladi. Bu komandaga o'rganadigan it bo'ladi. Komandaga o'rganadi, juda zo'r o'rgan. Axranasi va shudar bo'ladi. Quloqlari kesilgan ekan, tayyor. Quloqlari kesilgan, tayyor. Hozir bozorlik uchun ichib pisib turibdi bu. Lekin stressda xo'roz ham o'zini kattagida qichqiradiganda ichkariga kirganda zo'r bo'ladi. Juda ham zo'r. It holati lekin sog'lom. It holati zo'r, mana aylanib yuradi axranalikda. Puli qancha? Xuddi shunday bo'ladi. Pulini aka $100 deyilyapti, sal kelishtirillar ekan. Ozmos qo'yib berishadi. Ozmos qo'yib berishar ekan. Yo'q. Bundan tashqari bu akamizda bitta bu it emas, boshqa itlar ham yana bor. Avcharka bilan Rottweileri bor ekan. Ularni ham bitta ko'rsatib, oxirida nomerini qo'yib o'tamiz. Yuravering. Ishlab olmasin, ehtiyot bo'lamiz operatorimiz. Ishlamaydi. Bu qanaqa bu? Qop-qora-ku bu. Bu avcharkani qora turidan. Aha. Ha, bu 8 oylik erkak jinsi. Ha, erkak. Erkak. 8 oylik. Privkalari bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. Privkalari joyida, holati zo'r, sog'lig'i sog'lom. Buni qorasi. Juda ham kamdan-kam bo'ladi. Kamdan-kam bo'ladi, lekin mana chiqibdi-yu bozorga. Lekin holati yaxshi ekan. Buni arqa oyoqlarini ko'rsangiz bo'ladi, pastroq. Qoni tozaligidan dalolati bu. Arqa oyoqlari toza. Holati zo'r. Bo'riga o'xshaydi asosiy. Shada bu ajoyib. Qorong'ida ko'rinmaydi bu. Ko'rinmaydi, ko'zi yonadi. Juda ham zo'r. Holati zo'r. Bu asosan nimalar uchun boqiladi bu it? Yo'q, axranalikka, yo'q, urishtirish uchun avcharka boqib bo'lmaydi. Axranalikka, komandaga, haligi nima desa bo'ladi? Harbiylar boqadi asosan. Komanda iskash holatlari zo'r bunda. Keyin bu itlarni zot uchun ham boqadiganlar va dekorativniki o'ta zo'r. Chiroyli yuvib taralsa, holati zo'r bo'ladi. Puli qancha buni? Buni ham puli 100 qog'oz kami bor deyishyapti, endi tushirtirib beramiz. Biz nomimizdan aytib shu bittaga qarashli nomerlarni bittaga qarashli nomerni oxirida qo'yib o'tamiz. Gap yo'q, jinsi urg'ochi 8 oylik. Yo'q, erkak. Jinsi erkak. Ha, erkak. Erkak 8 oylik. Axranada yuribdi, ko'ryapsizmi aylanishini? Gap yo'q. Shu holat axranada bo'ladi. Komandalari bo'ladi. Yana o'rgatsa bo'ladi qo'shimcha qilib. Gap so'z yo'q. Har bitta itni komandasini o'rgatishdan oldin yaxshi ko'rgan mahsuloti bo'ladi. O'sha narsani bersangiz, Luboy aytganingizni qiladi. O'rgatadi, xudo xohlasa o'rganib qoladi, gap yo'q. Aka, bu haligi Geta o'yin bor, o'shandagi itmi bu? Xuddi o'zi. Gap yo'q. O'zimiz qo'yganmiz montajiga. Gap so'z yo'q. Akalar, like bosib obuna bo'lib Rottweiler buni zoti, buni ham jinsi erkak ekan. Bu asosan nima uchun boqiladi? Bu aka axranalikka, misol uchun chegarada turgani yaxshi itlar bular. Sezgirli holatlari juda zo'r. Urishishni ham bo'ladimi yoki bo'lmaydimi urishishga? Urishgani bo'laveradi-yu, lekin tavsiya qilinmaydi. Urishga tavsiya qilinmaydi. Yo'q, urishga tavsiya qilinmaydi. Lekin urishtirsa yaxshi narsa. Yaxshi urishadi. Yo'q, urishtirgani biz tavsiya qilmaymiz bu itlar. Bayas itlar bilan to'g'ri kelib qolsa, ozgina qiynalib qolishi. Unda qiynalib qoladi. Atak bunaqa avcharka qolgan itlarga bemalol yaqin yo'lasa bo'laveradi-yu. Qolgan itlarga jicha qiyin, tishi zamok itlarga to'g'ri kelib qolsa, qiynalib qo'yadi. Ularda qiynalib qoladi. Bu o'sha dekorativ qo'riqlash uchun axranaga, misol chegaradagilarga, o'tda egasiga vafodor it bo'ladi bu. Holatlari zo'r. Yoshi 10 oylik ekan. Jinsi erkak. Buni ham narxi $100 kami bor deyishyapti. $100 kami bor. Kami bor. Xudo xolasa hammasi bizning nomimizdan telefon qilishsa, shu YouTube'da ko'rdik deysa, ancha tushirib berishadi. Mana qilib beramiz. Ha. Gap so'z yo'q. Juda ham zo'r. Endi eng qiziq joy, kutayotgan joyda egalar nomerini aytsak-a? Nomerimizni aytamiz aka. 94lik 318 0909 raqamlariga telefon qilib bemalol osonayim bilan. Bundan tashqari yana akamizda bor kuchuklar. Bormi? Qanaqalari bor aka? Har xil zotdan topsangiz bo'ladi. Hammasidan bor. Xudo xolasa gap yo'q. Zo'magajin ekanda. Ha. Gap so'z yo'q. Pitomnikka o'xshagan.
bemalol topsangiz bo'laveradi. Akalar, bo'lmasam biz boshqalarni Ha, ko'rsatishda davom etamiz. Ko'ryapsizmi? U Albatta. tashlayapti уже. O, ana, ana. Ko'ryapsizmi? Urush Like holatida bosib, tayyor. obuna bo'lib turaverasizlar. Bo'lmasa boshqalarni ko'rsatamiz, a? Bemalol. Xo'p bo'ladi. Akalar, mana Taysonni ko'pchilik biladi, internetda anchagina mashhur bo'lgan Asadbek akamiz itlari. Buni o'zim sotib oldim, xudo xohlasa. Narxini Ko'paytiramizmi? aytamizmi? Videoni oxirida aytamiz narxini qancha bo'lganini. Oldin ma'lumotlarni berib olavering. Ha, o'zimda ham bitta xuddi mana shunaqa Kanikorsi qiz bola kuchugi bor, xudo xohlasa olib borib, nima deydi, nasl olamiz. Bu haqiqatan toza Kanikorsi, turishini qaranglar buni. Asadbek aka asosan nima uchun boqiladi bu itlar? Bu aka asosan ag'rama uchun boqiladi. Ha? Ag'rana, zashitniy o'tda udar buniki. Aha. Rossiya davlatida Xo'p, bu itlar ayiq oviga chiqadi. nima bo'lgan? Ayiq oviga chiqadi. Qo'rqmaydimi ayol? Yo'q, ikkita it shunaqa it bitta ayiqda ag'daradi. Gap so'zi, onani qaranglar buni. Zo'r. Ayiq oviga chiqadi. Buni zashita komandalari zo'r. Buni ma'lumotlarini nima aytib o'tib keting? Buni ma'lumoti yoshi 1 yashar 8,5 oylik bo'ldi. 2 yoshga to'lmagan. Yo'q, to'lmagan. Mhm. Jinsi erkak. Aha. Laqabi Tayson. Laqabi Tayson. Ha. Zoti Kanikorsi. Kanikorsi zotiga tegishli. Holati Judayam zo'r. Xudo xohlasa uyga olib borsak, bu biz ishlamaydi. O'rgatib Yo'q, olamiz. xudo xohlasa. Yo'l O'rgatib olasiz. Uni o'rgatasiz. yo'l yo'rig'i bor, uni o'zimiz o'rgatib beramiz. Gap so'z yo'q. Endi narxini qanchaga olganimizni o'zingiz ayting aka. Narxini $300 ga berib yubordik. Juda ham arzon narxda. To'g'risi, bunaqa itlar menimcha bu bozorlarda sotiladigan bo'lsa 600 dan $700 sotilsa kerak o'zi aslida. Ha. Asadbek akamiz, aka sizga yengilroq beraman deyishdi, albatta $300 ga oldik. Akalar, Urushtirgani ham zo'r holatda bu. Rasm tobiga yetgan holat. Lekin o'sha aytib o'tganingizdek mushukmi, tovuqmi? Yo'q, farqi yo'q. Qajib tashlaydi. Yo'q, umuman qo'rquv nimaligini bilmaydi. Komandasi bor. Komanda bersangiz hech nimadan qaytmaydi. O'lsa o'ladi, lekin qaytmaydi. Kuzatuvchilar, albatta nima deydi, bu itimiz qiziq bo'lsa uyga olib borgandan keyin ham video qilamiz. Like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizni kuzatib tursalaring, narigi qiz bola kuchugim bilan birgalikda buni xudo xohlasa fermamizga olib borib qo'yamiz. Ana shu yerda sizlarga to'liq obzorini qilib beramiz, kuzatuvchilar. Obuna bo'lib Xo'p, bo'lmasam endi boshqalarni ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz. Xo'p, bo'ladi. O'zimizni xashakalabaylarni ham yo turudaginami? Turuda. Imini qaysi turi? Tozasi. Xo'p, tozasi. Turlari bor, misol uchun Belmi nima? Белый медведь. Kelin medved. Белый медведь Hozirgina qarang zotidan buni, kuzatuvchilar. 2 oylik. Jinslari qanaqa buni? Bitta qancha erkak? Bitta erkak, bitta urg'ochi. Narxlarini qancha qo'yapsiz? $200 dan. Kamichi? Kami yo'q. Kami yo'q, umuman yo'q. Ancha pichoq beraveraman. Ha, jicha kami bor, $200 aka. Ikkovini birdan oladigan bo'lsa, o'zimiz yo'l qo'yib berasiz narxidan. Narxidan yo'l qo'yib berishadi. Ha, o'sha siz ko'tarib ko'rsataverasiz. Yo'q, men ushlamaganman. Shu ko'tarib. Qanday shunday ko'tarsam bo'laveradimi? Ha, shunday ko'taraverasiz. Boshqa kuchi ushlamagan bo'lsa. Mana, yo'q, hali it ushlaganimiz yo'q, mana. Bu qizi. Urg'ochisi ekan bu. Urg'ochisi. Gap yo'q. Quloqlari tayyor kesilgan ekan, a? Ha, duma quloq kesilgan. Qulog'i duma kesilgan ekan, gap yo'q. Uni ota-onasini ma'lumotlarini ham beraveramiz, ko'rsatib olib ketadiganlarga. Holatini qarang, lapalarini qarang. Ota-onasini rasmiy videolari bor, tashlab beraverasiz. Manzil qayda? Olmazorda pasti, Suttepa. Farg'ona viloyati. Sentr, xudo xolasa. Holatlari yaxshi ekan, lapalari ham. Quloqlari ko'rasizmi? Telefon nomeri 90 405 0665. 90 405 0665 raqamlariga telefon. 61 raqamlariga Raqamlariga telefon. telefon qilaverasizlar. Judayam zo'r. 2 dona qolgan xolasa, yana bormi? Yo'q, bo'ldi. Judayam zo'r. Menimcha hammasini narx-navolar bilan aytyapmiz. Bo'lmasa yana boshqalarni ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz. Bo'ladi, xo'p bo'ladi. Akalar, endi zotli odam bo'lsin, yoshroq odam bo'lsin deyotganlarga bu haqida hozir ma'lumotlarni Asadbek akamiz o'zlari tushuntiradi. Pitbull bular. Pitbull? Pitbull staffer chalishgan. Holatlari zo'r, ko'rinishlari zo'r. Dumlarini qarang, dum uzun ekan. Ha, dumlari endi rul vazifasini bajaradi, endi iloji yo'q. Qulog'ini kessa bo'laveradi. Qulog'ini kessa bo'laveradi. Vaksinalar qilingan. Vaksinasi qo'ldan qilingan bo'ladi ham. Yo'q. Tepasidan? Ha. Qo'liga ukol qilingan. Yo'q, u urushib qolgan, u itlar bilan ovqat talashadi, boshqa bo'ladi. Holatlari zo'r ekan mana. Ularning jinsi nechtasi urg'ochi, nechtasi erkak? Nechta urg'ochi, nechta erkak? Ashi ikkitasi erkak, bittasi qiz. Ikkita erkak, mana ikkita yonma-yon erkak, bitta urg'ochi ekan bu. Holatlar yoshi qanchaligida aka buni? Yoshi qanchaligida? 2 oy 5 kun bo'ldi. 2 oy 5 kunlik bo'libdi. Narxi qanaqa aka buni? 1 millionga beraman. Narxi 1 milliondan million. berasiz. Har bittasi. Kami ham bor. Kami ham bor. Biz nomidan chiqsangiz kami ham bor.
Buni qulog'ini kessa bo'laveradi. Qulog'ini kesaverasiz. Qulog'ini kesaverasiz, lekin dumiga tegib bo'lmaydi bu. Nimaga dumiga tegib bo'lmaydi? Chunki bular dumli hayvonda, bu hali misol uchun kanikorsa, ratfellerlar, ular o'z dumsiz tug'iladigan holatlari bo'ladi. Bularda dumsiz tug'iladigan holati yo'q. Mabodo kesib qo'ysa nima bo'ladi? Kesib qo'ysa, endi urushtirganda jicha ziyon bo'ladi. Chunki rul vazifasini bajaradi-da baribir dum. Ha, yugurganda dumi bilan o'zini dumi bilan boshqarib oladi. Sezgi organlari asosan o'shada. Gap so'z Xavf yo'q. sezadi boshqa nimani. Juda ham zo'r. Holatlari zo'r. Telefon nomerlarini aytamizmi akamiz? Telefon nomeri aka. 88lik 501 16 86 raqamlarga telefon qilib olsalaring bo'laveradi. Gap so'z yo'q. Ikkita Akalar erkak, bitta urg'och. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Juda ham zo'r. Keyingilarni ko'rsatamiz bo'lmasam. Asadbek, endi bular qanaqa endi? Alabay. Faqat kuchuklardan Ha, alabay tozasidan boqaman deganlar. Bular o'zimizniki xonaki alabaylar. Ha, o'zimizda mahalliy. O'zimizda qashan mahalliy alabaylardan. Mahalliy alabaylar. Ha. Lapalari ham yaxshi ekan. Lapalari ham yaxshi. Bu Bitta erkak, bitta urg'ochi. qoni bittami yo boshqa? Qoni bitta. Ha, bitta onadan tug'ilgan, ha? Ha. Narxini 150 dollar deyishyapti, kami bor ekan. Quloqlari tayyor kesilgan ekan. Tayyor, quloqlari kesilgan. Xolasi dumini kessin, kesmasin. Buni farqi yo'q. Yo'q, chunki bu xonaki alabay. Xonakilar. Bo'laveradi. Ha, bunisi bor, tozasi. Yotishidan ko'rsangiz bo'ladi. Onasini ham chiroyli. Tozasi. Bu ozgina stress degani bu, ha? Ha, bu jicha qo'rquvda, hali aholi ko'rmagan, ko'chaga chiqmagan uchun. Bu jins qanaqa ekan? Bu jins erkak. Oh, ana. Erkak tozasidan deganlaridan. Bu dumini xohlasa kesib yuborishlari mumkin. Aha. Asos dumini kesib qo'yishsa chiroyliroq ko'rinadi. Bular hali urushtirganda rol bo'lmaydi bularda. Pitbulllar bo'lsa, xudo xolasa necha kilogacha chiqishi mumkin? 80 kiloga chiqadi? Buni otasini aytishdi 110 kilolik deyishdi. Oho. Otasini 110 kilo deyishdi, onasini 80 kilodan baland deyishdi. Bu Asadbek itni olganda misol uchun onaga ko'proq tortadimi yoki Qaysi gen kuchliroq bo'lsa o'shanga tortadi. O'sha tortib bitadi, Ha, qaysi geni kuchliroq bo'lsa o'shanga tortib ketadi. Bu ham zo'r. Narxlari nechi pul buni? Narxini aka bunikini 250 dollar kelishtiramiz deyishdi. 250 dollar. 250 dollar safar bozorda ko'rganimizda 300 dollar deyishadi, xuddi Ha, shunaqa. yo'q, 300 dollar deyishdi. Talashib 250 ga tushirdik. Ha, 250 Yana ga kelishsa tushirdik. bo'ladi. Yana ozmas yurib beradigan joyi bor. Yo'li bor. Gap so'z yo'q. Pitbullimiz chiqibdi yana. Yana bitta pitbull chiqdi, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Uni ham ko'rsatib o'tamiz sразу. Pana kuchuklarida, to'g'rimi? Ha, xuddi o'shalar. Bular padarkaga sovg'a qiladigan ekan. Rasa bugun 8-mart bo'lgan, qarang mana. 8-mart haqiqatdan. Rasa bolalarga Muhim to'ygina. Bular necha puldan ekan? Jins qanaqa ekan? Buni xo'p, jinslari urg'och ekan. Aha. 300 mingdan ekan narxlari. 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan. Rasa cho'ntak bor. Siz cho'ntak bor. Oho. Yoshlari 1 oylikka yaqin. 1 oylikka zot qanaqa ekan bular? O'zimiz xonaki alabaylar. Xonaki alaba-ya? Ozomas xonakisi. Ha. 300 ming so'mdan narxlari. 300 ming so'mdan maza qilib olib sotsa bo'ladi yonda. Bitta o'g'il bola, ikkita qiz bola. Bu o'g'il bolami? Ha, bunisi erkak ekan. Erkak, oppoq erkak ekan. Juda ham zo'r. Paxmoqligini qarang buni. Bundan tashqari opamizda qushlar, boshqa narsalar ham bor o'zi. Qushlar, bundan tashqari yana kuchuklar topsa bo'ladi. Telefon Qushlar, nomerlari, baliqlar hamma yo'q topsa bo'ladi. Telefon nomerlarini aytib o'ting. 93lik 109 65 67 raqamiga telefon qilib olsalaring bo'laveradi. Telegram nomerini ham bersangiz yaxshi bo'ladi. Rasmlarni tashlab berishadi. 91lik 665 65 57 raqamida Telegram nomerlari ekan. telefon qilaverasizlar. Bo'lmasam So'rasalaring, misha hamma yoq bor ekan. Gap, yana yosh kuchuklardan ko'rsatamiz. Yosh kuchuklardan mana bu o'zimizni. Bu o'zimizning o'sha mashhur Diyorbek akamizning Diyor akamizning joylari, ha? Aha. Bularda narxlari necha puldan ekan, zotlari? Bularda aniq hozir narxini bilmayman, Diyor akani o'zi bilan gaplashsak bo'ladi. Lekin pitbullini bilaman narxini. Pitbullari necha puldan? Pitbull o'zimizda haligi men maya sotganman-ku. Ha. Xuddi o'shanaqadan. Ha. Voh, mana. Bular hali yosh shekilli. Ha, bular 1 oylikka yaqin. 1 oylikdan sal o'tganlar. Toza krasniy nos. Krasniy nos. Narxlari 500 ming so'mdan qilib berishgan. Narxlari 500 ming so'mdan. Krasniy nos, toza zotlar. Gapsiz yo'q. Bu o'sha Diyorbekga qarashlik. Shu oldingi videolarda ko'p birga chiqardik. Hozir o'zlari chiqishni xohlashmayapti. Shuning uchun Asadbek aka bilan birgalikda. Telefon nomerlarini aytib ketamizmi? O'zi nomerlari bor. O'zi nomerlari qo'yib o'tirasiz. Yozib ketaveramiz. Yodimda yo'q, to'g'risi. Ha, bo'ldi, xo'p bo'ladi.
Xo'p, kuzatuvchilar, videomiz bo'lmasam shu yergacha tomosha qilgan bo'lsalaring, sizlarga kattakon rahmat. Albatta, kanalimizga obuna bo'lib, videoga bo'lsa like bosishni unutmaysizlar. Asadbek aka, rahmat sizga ham. Joningiz sog' bo'lsin. Albatta, kanalga obuna bo'lib tursalaring, uyga borib kuchuklarimizda, ya'ni olgan kanikursimiz bilan qiz bola kanikurslarimizni sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.